Rasmlarga to'lov qilingandan keyin rasmlar mana shu botga tushirib beriladi va sizlar shu uchun mana shu botga tushirib qo'yishingiz kerak bo'ladi. Telegram mana shu havola orqali kirib, Telegramga kirib, shu botga start berib qo'yiladi. Va hozir sizlarga men u rasmlar qanaqa qilib kelishini to'liq ko'rsatib beraman. Mana o'zingizlarga yoqqan rasmni tanlab ko'rasizlar. Mana ko'rib turganinglardek bu yerda rasmlar xira va ularda prevyusi bor. Botga tashab berilgan rasmlar fayl sifatida tiniq bo'ladi va prevyusi bo'lmaydi. Mana tanlaymiz, o'zimizga yoqqan ikkita rasmni tanlab olamiz. Va tanlaganlarimga o'tib bu yerdan bularga to'lov qilamiz. Mana bu yerdan qilib o'zingizlarga qulay shaklda to'lov qilaverasizlar. Va bu yoqqa kvitantsiyani yuklaymiz. To'lov yuboriladi. To'lov yuborilgandan keyin administrator tekshiradi va tekshirganida rasmlarimizni bu yerdan yuklab olasizlar va sizlarga to'g'ridan-to'g'ri botga jo'natiladi. Mana shu botga start berasizlar va rasmlar administrator tasdiqlaganidan keyin to'g'ridan-to'g'ri shu botga kelib tushadi. Mana rasmlarimiz kelib tushdi. Endi bu rasmlarni ko'ramiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Bu rasmlarimiz juda ham tiniq va prevyusi yo'q. Mana bular tiniq rasmlar. Va endi mana bu yerda qum soati o'rniga botdan ham to'g'ridan-to'g'ri yuklab olsanglar bo'ladi. Mana buni bossak, rasm bunaqa tiniq ko'rinishda prevyusiz galereyaga yuklab olsa bo'ladi.